Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan qariyalar, pensionerlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar va ularning farzandlari bilishi shart bo'lgan 2 million so'mlik yordam masalasi. Ko'pchilik hozir bitta savolni so'rayapti. Prezident ajratgan 1 million so'mni nimaga sarflash mumkin? Uni kim oladi? Hamma qariyalargami yoki faqat ayrim toifalargami? Pulni naqd olish mumkinmi? Chek talab qilinadimi? Noto'g'ri sarflansa muammo bo'ladimi? Men bugun shu savollarning hammasini oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli, chunki deyarli har bir oilada pensioner ota-ona, bobo yoki yolg'iz yashayotgan keksa inson bor. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida men qayerga murojaat qilish, qanday hujjat tayyorlash, qanday xatoga yo'l qo'ymaslik kerakligini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avval qanday edi? Oldin ijtimoiy yordamlar, moddiy yordamlar, bir martalik to'lovlar yoki pensionerlarga beriladigan ayrim qo'llab-quvvatlash pullari ko'pincha umumiy tartibda ko'rib chiqilardi. Ya'ni odam mahallaga borardi, ariza yozardi, oilaviy ahvol o'rganilardi. Keyin haqiqatan ham yordamga muhtojmi yoki yo'qmi degan masala hal qilinardi. Ayrim hollarda yordam pul ko'rinishida berilardi. Ayrim hollarda dori-darmon, oziq-ovqat, protez ortopediya vositasi, reabilitatsiya yoki boshqa ehtiyojlarga yo'naltirilardi. Endi o'zgarayotgan asosiy narsa shundaki, davlat keksa yoshdagi insonlarning kundalik hayotidagi real xarajatlarini alohida e'tiborga olyapti. Qariya odamning xarajati yosh oilaning xarajatidan boshqacha bo'ladi. Yosh oila ko'proq ijara, maktab, kiyim-kechak, kommunal to'lov, kredit bilan qiynalsa, pension odam ko'pincha dori, tibbiy ko'rik, qon bosimi apparati, ko'zoynak, parvarish, oziq-ovqat va uyda harakatlanish qulayligi bilan qiynaladi. Shu sababli 1 million so'mlik yordam haqida gap ketganda, men eng avvalo shuni aytaman. Bu pulni maqsadsiz sug'urish uchun emas, keksa insonning sog'lig'i, yashash sharoiti va zarur ehtiyojlarni qoplash uchun to'g'ri ishlatish kerak. Eng ko'p uchraydigan noto'g'ri tushuncha shuki, odamlar barcha qariyalarga avtomatik 1 million so'm berilar ekan deb o'ylaydi. Bunday xabarlarni eshitganda darhol aniqlashtirish kerak. Qaysi qaror asosida, qaysi to'y uchun, qaysi hududda, qaysi tizim orqali, pulmi yoki xizmatmi, bir martalikmi yoki muntazammi? Chunki ijtimoiy yordamlarda hamma pensioner degan ibora bilan yordamga muhtoj pensioner degan ibora orasida katta farq bor. Pensioner bo'lishning o'zi ayrim imtiyozlarga asos bo'lishi mumkin. Lekin moddiy yordam olish uchun ko'pincha daromad, yashash sharoiti, nogironlik, yolg'iz yashashi, o'quvchisi yo'qligi, o'quvchisi bor yo'qligi, tibbiy ehtiyojlar kabi mezonlar ham ko'riladi. Men hozir sizga eng muhimini aniq qilib tushuntiraman. Bir kun 5 million so'm deganda bu mablag' qariyaning real ehtiyojlariga ishlatilishi kerak. Odatda bunday yordamni quyidagi yo'nalishlarga sarflash mantiqan to'g'ri bo'ladi. Dori-darmon, tibbiy tekshiruv, oziq-ovqat, zarur kiyim-kechak, kommunal qarzdorlikni kamaytirish, uy sharoitida parvarish uchun buyumlar, ko'zoynak, eshitish moslamasi, hassalar, nogironlik aravachasi uchun qo'shimcha jihozlar, qon bosimi yoki qand miqdorini o'lchash apparati, gigiyena vositalari. Shuningdek, qishda isitish, yozda salqinlatish bilan bog'liq zarur xarajatlar. Masalan, birinchi hayotiy vaziyatni olaylik. 72 yoshli ona yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm atrofida. Har oy qon bosimi va yurak dorilariga 2 ming so'm, qand kasalligi uchun dori va test tasmalariga 2 ming so'm, kommunal to'lovlarga 1 ming so'm, oziq-ovqatga kamida 600 ming so'm sarflaydi. Ko'rib turibsiz, pensiya deyarli yetmaydi. Agar bunday odamga 1 million so'mlik yordam ajratilsa, eng oqilona sarf quyidagicha bo'ladi. 600 ming so'mga 1-2 oylik asosiy dori, 500 ming so'mga un, yog', guruch, go'sht, tuxum, sut mahsulotlari kabi oziq-ovqat, 200 ming so'mga kommunal qarzdorlik, 200 ming so'mga gigiyena vositalari yoki tibbiy ko'rik. Bu pulni to'yga, qarindoshga qarz berishga yoki keraksiz maishiy buyumga sarflash qariyaning o'ziga zarar qiladi. Ikkinchi misol. 18 yoshli ota farzandlari bilan yashaydi, pensiyasi bor, lekin yaqinda ko'z operatsiyasidan chiqqan. Unga shifokor sifatli ko'zoynak, tomchilar va davriy tekshiruv tavsiya qilgan. Bu yerda 5 million so'mni oziq-ovqatga to'liq sarflash shart emas. Agar uyda oziq-ovqat masalasi hal bo'lsa, mablag'ning asosiy qismini ko'zoynak, dorilar va tekshiruvga yo'naltirish to'g'ri bo'ladi. Masalan, 400 ming so'm ko'zoynak,
300 ming so'm tomchi va dorilar, 250 ming so'm tahlil yoki shifokor qabuliga, qolgan 500 ming so'm esa qariyaning o'ziga zarur oziq ovqat yoki parvarish vositalariga ishlatiladi. Uchinchi misol. So'zim yoshli buvi o'g'li va kelini bilan yashaydi. Uyda umumiy daromad bor, lekin buvining harakatlanishi qiyin. Hammomga kirishda sirpanadi. Zinadan tushishda qiynaladi. Tunda hojatxonaga borishi xavfli. Bunday vaziyatda yordam pulini faqat oziq ovqatga ishlatish yetarli yechim emas. Qariyaning xavfsizligi uchun hammomga sirpanmaydigan gilamcha, davrga tutqich, yotoq yoniga tungi chiroq, qulay hassa, yumshoq taglikli oyoq kiyim olish mumkin. Bular mayda narsa bo'lib ko'rinadi, lekin yiqilishning oldini olsa, juda katta muammoni to'xtatadi. Chunki keksa odam bir marta yiqilib, son suyagini sindirsa, davolanish xarajati 5 million emas, 10 millionlab so'mga chiqishi mumkin. To'rtinchi misol. Pensioner xotin bor, ikkalasi ham dori ichadi, lekin farzandlari chet elda. Pul yuborishadi, ammo doimiy emas. Ularning asosiy muammosi dorilarni vaqtida olish va kommunal to'lovni kechiktirmaslik. Bu holatda 20 million so'mni rejasiz sarflamaslik kerak. Men bunday oilalarga mablag'ni 3 qismga bo'lishni maslahat beraman. Birinchi qism 700 ming so'm dori darmon va tibbiy vositalar. Ikkinchi qism 500 ming so'm oziq-ovqat zaxirasi. Uchinchi qism 300 ming so'm kommunal to'lov yoki favqulodda ehtiyoj. Shunda pul bir kunda tugab qolmaydi. Kamida bir oy davomida real yengillik beradi. Kimlar ko'proq e'tibor berish kerak? Birinchidan, yolg'iz yashayotgan qariyalar. Ikkinchidan, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Uchinchidan, surunkali kasalligi bor, har oy doimiy dori oladigan keksalar. To'rtinchidan, farzandlari yo'q yoki farzandlari yordam bera olmaydiganlar. Beshinchidan, pensiyasi eng zarur xarajatlarga yetmayotganlar. Oltinchidan, uy sharoiti sog'lig'iga xavf tug'dirayotgan qariyalar. Mana shu toifalar yordam masalasida faol bo'lishi, mahalla va ijtimoiy xodim bilan aloqani uzmasligi kerak. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning daromadi yetarli bo'lsa, farzandlari doimiy yordam bersa, tibbiy ehtiyoji og'ir bo'lmasa, uy sharoiti yaxshi bo'lsa, u holda aynan moddiy yordam bo'yicha rad javobi kelishi mumkin. Bu sizni hurmat qilishmayapti degani emas. Bu ijtimoiy yordamning asosiy tamoyili avvalo eng muhtoj odamga yo'naltirilishi bilan bog'liq. Lekin pensioner sifatidagi boshqa imtiyozlar, tibbiy xizmatlar, sanatoriy yo'llanmalari, dori ta'minoti yoki kommunal bo'yicha qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari alohida tartibda bo'lishi mumkin. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Yordam pulini olish huquqi bor degani, pul albatta qo'lga naqd beriladi degani emas. Ba'zi hollarda mablag' bank kartasiga tushadi. Ba'zi hollarda xizmat yoki mahsulot shaklida beriladi. Ayrim vaziyatlarda esa xarajat maqsadli to'lanadi. Masalan, dori uchun dorixonaga, tibbiy xizmat uchun muassasaga, reabilitatsiya vositasi uchun yetkazib beruvchiga to'lov qilinishi mumkin. Shuning uchun menga naqd bering, o'zim bilaman deyish har doim ham ishlamaydi. Ikkinchi nozik jihat, chek, kvitansiya va hujjatlarni saqlash. Agar yordam maqsadli ajratilgan bo'lsa, keyin pul nimaga ishlatildi degan savol tug'ilishi mumkin. Men har doim maslahat beraman. Dorixona cheki, tibbiy xizmat kvitansiyasi, kommunal to'lov tasdig'i, xarid ro'yxati, shifokor tavsiyasi, retsept va ariza nusxasini alohida papkaga solib qo'ying. Bu sizni ortiqcha savol-javobdan himoya qiladi. Ayniqsa, yordamni qariyaning o'zi emas, farzandi yoki qarindoshi olib, uning nomidan sarflayotgan bo'lsa, hujjat yanada muhim. Uchinchi nozik jihat qariyaning roziligi. Afsuski, hayotda shunday holatlar bo'ladi. Pensionerning nomiga yordam ajratiladi, lekin pulni farzandi yoki qarindoshi ishlatib yuboradi. Men buni ochiq aytaman. Bunday qilish nafaqat axloqan noto'g'ri, balki huquqiy muammo ham tug'dirishi mumkin. Agar pul qariyaning ehtiyoji uchun ajratilgan bo'lsa, u qariyaning dori darmoni, oziq-ovqati, parvarishi va sharoitida ishlatilishi kerak. Uyda hammamiz yashaymiz-ku degan bahona bilan qariyaning pulini boshqa xarajatga olib qo'yish to'g'ri emas. To'rtinchi nozik jihat, yordam qarzlarini yopishga ishlatilishi mumkinmi? Bu yerda qarzning turiga qarash kerak. Agar kommunal to'lov qarzi bo'lsa, elektr, gaz, suv yoki issiqlik bo'yicha uzilish xavfi bo'lsa, bu qariyaning yashash sharoitiga bevosita ta'sir qiladi. Bunday xarajat asosli bo'lishi mumkin, lekin qarindoshga olingan shaxsiy qarz, telefon kreditiga to'lov, birovning plastik kartasidagi qarz, to'y yoki marosim uchun olingan qarzni qoplash ijtimoiy yordamning asl maqsadiga mos kelmasligi mumkin. Ayniqsa, keyin tekshiruv bo'lsa,
qariyaning ehtiyoji uchun ishlatildi deb isbotlash qiyin bo'ladi. 5-nozik jihat, hamma xarid ham zarur xarid hisoblanmaydi. Masalan, qariyaga muzlatkich buzilgan bo'lsa va dori saqlash yoki oziq-ovqatni saqlash muammoga aylansa, maishiy texnika masalasi asosli bo'lishi mumkin. Lekin ishlayotgan televizor bor paytda kattaroq televizor olish, qimmat telefon olish, bezak buyumlari olish, dabdabali sovg'a qilish yordam maqsadiga to'g'ri kelmaydi. Men bu yerda umuman mumkin emas deb qat'iy hukm bermayman. Chunki har bir qaror hujjat va tartibga bog'liq. Lekin ijtimoiy yordamning ruhi shuki. Avvalo hayotiy zarurat, sog'liq va xavfsizlik. 6-nozik jihat, ro'yxatda turish va ma'lumotlarning to'g'riligi. Ba'zan odam yordamga muhtoj, lekin tizimda uning daromadi noto'g'ri ko'rinadi. Yashash manzili yangilanmagan bo'ladi. Oilaviy tarkib xato turadi. Nogironlik hujjati muddati o'tgan bo'ladi yoki tibbiy xulosa yangilanmagan bo'ladi. Natijada sizga yordam chiqmaydi degan javob keladi. Shuning uchun men doim aytaman. Yordam so'rashdan oldin hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta ma'lumoti, pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, mahalla dalolatnomasi, yashash joyi va oilaviy tarkib haqidagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. 7-nozik jihat, arizani og'zaki aytib ketish yetarli emas. Mahallaga aytgandim, hech kim qaramadi degan gapni ko'p eshitaman. Og'zaki murojaat esdan chiqishi, noto'g'ri tushunilishi yoki qayd qilinmasligi mumkin. Shuning uchun ariza yozma bo'lsin. Arizada qariyaning ismi, familiyasi, tug'ilgan yili, manzili, telefon raqami, pensiya miqdori, sog'lig'i, qanday yordam so'ralayotgani aniq yozilsin. Masalan, dori-darmon va oziq-ovqat xarajatlari uchun bir martalik moddiy yordam ajratishingizni so'rayman yoki uy sharoitida harakatlanishim uchun zarur vositalar olishda yordam berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oilada qariyaning real ehtiyojini yozib chiqing. Shunchaki pul kerak demang. Dori kerakmi? Qaysi dori oyga qancha turadi? Tibbiy ko'rik kerakmi? Qayerda taxminan qancha? Oziq-ovqat yetmayaptimi? Qaysi mahsulotlar eng zarur? Kommunal qarzdorlik bormi? Qancha? Uyda xavfli joy bormi? Masalan, hammom, zina, isitish tizimi, yotoq. Shularni daftar yoki varaqda ro'yxat qiling. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot. Nogironlik bo'lsa tegishli hujjat, shifokor tavsiyasi yoki retseptlar, dorilar narxi ko'rsatilgan ro'yxat, kommunal qarzdorlik bo'lsa kvitansiya, yolg'iz yashasa mahalla tomonidan tasdiqlanadigan ma'lumot. Farzandlari yordam bera olmasligini ko'rsatuvchi izoh. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalladan aniq ro'yxatni so'rab oling. 3-qadam, mahalla fuqarolar yig'iniga yoki hududingizdagi ijtimoiy xizmat mas'ullariga murojaat qiling. Hozir ko'p joylarda inson ijtimoiy xizmatlar markazlari, mahalla yettiligi, ijtimoiy xodimlar, hokim yordamchisi, xotin qizlar faol yoki nuroniylar bilan ishlovchi mas'ullar orqali muammo o'rganiladi. Siz murojaat qilganda hissiyot bilan emas, fakt bilan gapiring. Onam 7 yoshda yolg'iz yashaydi, pensiyasi shuncha, dorisi o'yiga shuncha ketadi. Mana retsept, mana chek, mana kommunal qarzdorlik desangiz, masala ancha aniq ko'riladi. 4-qadam, arizani 2 nusxada tayyorlashga harakat qiling. Bitta nusxa topshiriladi, ikkinchi nusxada qabul qilingan sana. Mas'ul shaxsning belgisi yoki hech bo'lmaganda murojaat raqami bo'lsa yaxshi. Bu keyin qachon murojaat qilgan edingiz degan savolga javob bo'ladi. Agar elektron murojaat imkoniyati bo'lsa, undan ham foydalaning. Lekin qariyalar uchun ko'pincha mahalla orqali amaliy yordam olish osonroq. 5-qadam, uy sharoitini ko'rsatishdan uyalmang. Ba'zi odamlar kelib ko'rsa, uyat bo'ladi deb yordam so'ramaydi. Men buni tushunaman. Lekin ijtimoiy yordam ajratishda real holatni ko'rish muhim. Agar qariya yotoqda yotgan bo'lsa, hammom xavfli bo'lsa, isitish yo'q bo'lsa, dorilar tugagan bo'lsa, bularni yashirish yordam olish imkoniyatini kamaytiradi. Maqsad birovni kamsitish emas, muammoni isbotlash. 6-qadam, pul tushsa yoki yordam berilsa oldindan reja asosida sarflang. Men eng oddiy usulni tavsiya qilaman, konvert yoki ro'yxat usuli. Masalan, 5 million so'mni olgan bo'lsangiz, 600 ming so'm dori, 400 ming so'm oziq-ovqat, 200 ming so'm oziq-ovqat, 200 ming so'm kommunal, 200 ming so'm gigiyena yoki favqulodda ehtiyoj deb bo'lib chiqing. Shunda kimdir telefon olaylik, qarzni yopaylik, mehmon chaqiraylik desa, sizda aniq reja bo'ladi. 7-qadam, qariyaning o'zi ishtirok etsin.
Agar u gapira olsa, fikr bildira olsa, nimaga muhtojligini o'zi aytsin. Ko'p farzandlar yaxshi niyat bilan ham ota-onaning asl ehtiyojini noto'g'ri tushunadi. Farzand uyga gilam olaylik deydi. Ona esa aslida tish proteziga qiynalayotgan bo'ladi. Farzand telefonini yangilaylik deydi. Ota esa har kuni bel og'rig'i uchun muolajaga bora olmayotgan bo'ladi. Yordam qariyaning hayotini yengillashtirishi kerak, atrofdagilarning xohishini emas. 8-qadam rad javobi kelsa, sababini so'rang. Berilmadi degan javobning o'zi yetarli emas. Nima uchun berilmadi? Daromad yuqori ko'rindimi? Hujjat yetishmadimi? Ro'yxatda yo'qmi? Navbat bormi? Boshqa dasturga yo'naltirildimi? Sababni bilsangiz, kamchilikni to'g'rilash mumkin. Masalan, tibbiy xulosa yo'q bo'lsa, shifokorga borasiz. Manzil xato bo'lsa, ma'lumotni yangilaysiz. Daromad noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, aniqlik kiritasiz. 9-qadam aldovlardan ehtiyot bo'ling. 20 million chiqarib beraman. Oldindan pul bering. Kartangiz raqami SMS kodini ayting. Pasportingizni yuboring. Pulni tezlashtiraman degan gaplarga ishonmang. Hech qaysi qonuniy yordam SMS kod so'rash orqali berilmaydi. Bank kartangizning PIN kodi, SMS kodi, ilova paroli hech kimga aytilmaydi. Agar kimdir yordam rasmiylashtirish uchun pul talab qilsa, bu juda shubhali holat. Rasmiy murojaat mahalla ijtimoiy xizmat organlari yoki davlat xizmatlari orqali bo'lishi kerak. 10-qadam. Qariyaning keyingi oylarini ham o'ylang. Ilgari bo'yi million so'm bir martalik yangilik bo'lishi mumkin. Lekin surunkali kasallik har oy xarajat talab qiladi. Shuning uchun shu yordam bilan birga boshqa imkoniyatlarni ham so'rang. Bepul yoki imtiyozli dori ro'yxati bormi? Sanatoriy yo'llanmasi mumkinmi? Patronaj hamshirasi kelishi mumkinmi? Nogironlik guruhi qayta ko'rib chiqilishi kerakmi? Protez ortopediya vositalari beriladimi? Yolg'iz qariyaga uyda parvarish xizmati bormi? Bitta yordamni olib, qolgan masalalarni unutib qo'ymang. Men ekspert sifatida eng muhim tavsiyani shunday beraman: yordam pulini kelgan pul deb emas. Qariyaning sog'lig'i va xavfsizligi uchun ajratilgan imkoniyat deb ko'ring. Pul bir kunda tugab ketishi mumkin, lekin to'g'ri sarflansa, doğru uzilmaydi, qon bosimi nazorat qilinadi, kommunal uzilmaydi, yiqilish xavfi kamayadi. Qariya o'zini yolg'iz his qilmaydi. Mana shu natija eng muhim. Demak, avgustdan ilk yili 1 million so'm masalasi bo'yicha eng asosiy xulosa shuki, avvalo rasmiy tartibni aniqlash kerak. Keyin qariyaning haqiqiy ehtiyojini hujjat bilan ko'rsatish kerak. Mablag' ajratilsa esa uni dori-darmon, oziq-ovqat, tibbiy xizmat, kommunal to'lov, parvarish va xavfsizlik kabi zarur yo'nalishlarga ishlatish kerak. Hamma pensioner avtomatik oladi deb o'ylab xato qilmang. Lekin yordamga muhtoj qariyalar jim o'tirmasin, mahallaga va ijtimoiy xizmat mas'ullariga murojaat qilsin. Sizning oilangizda pensioner ota-ona yoki yolg'iz yashayotgan qariya bormi? Sizningcha 20 million so'm qariyalar uchun eng avvalo nimaga sarflanishi kerak? Doriga, oziq-ovqatga, kommunalga yoki uy sharoitini yaxshilashgami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner qarindoshlari bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning muammosini yengillashtirishi mumkin.